Assalomu alaykum, hurmatli uchrashuv qatnashchilari. Men ismim Muhammad Yusuf, mahalla banki sifatida aloqa bankda ish faoliyatini olib boraman. Sizlar bilan uchrashishdan asosiy maqsad ish bilan ta'minlash, o'zimizni band qilish, hamda ularni tadbirkorlikka jalb qilish, ular orqali bo'sh ish o'rinlari yaratish, ya'ni ishchi jalb qilish, legallashtirish, ish kuchini ko'paytirish, ishsiz yoshlarni oldini olish bo'yicha biznes imkon yo'nalishimiz o'zimiz band qilgan shaxslarga ushbu yo'nalishlarga beramiz. Tumanimiz Bulonbosh tumani ixtisoslashuvi uzumchilikka ixtisoslashganligi uchun hozirgi kunda juda ko'p talab bo'lyapti. Uzumchilikni rivojlantirish, sug'urtadagi ishlar qurish bo'yicha shu yo'nalishlarimiz bor. Biz uni foizi 18%, PK62niki ham 18% imtiyozlar bor, lekin maqsadli asosda ishlatiladi. Farqli belgilarimiz biznesga birinchi qadam yo'nalishimiz hozirgi kunda o'zgarib, yangi talqinda bo'ldi. 15 million so'mlik sug'urta kafilligi asosida bo'ldi. U 25% gacha bo'ladi. 3 yillik imtiyozli davrsiz. Kimda qanaqa savollar yoki taklif bo'ladigan bo'lsa, marhamat bersanglar, biz savollarga javob beramiz. Savollar bormi? Hozirgi sizga aytgan birinchi sizga tushuntirganim bo'yicha biznes imkon yo'nalishimiz 25 million so'mgacha 18% dan beradi. 5 yillik sug'urta kafilligi asosida olishingiz mumkin. Faqat lekin maqsadli ishlarda ushbu qiladigan aksiyangizni ko'rsatib berasiz, sizga yordam beramiz. Sug'urta